Wow, yana bitta steykman pishdi. Hammaga salom do'stlar, men otim Kompot. Yangi joyga xush kelibsizlar do'stlar. Mana nima zo'r bo'lishi mumkin. Ko'chada, pechkada steyk pishirib o'tish bitta o'zing. Mana qaranglar do'stlar, yana bitta steykim pishdi. Hozir mazza qilib shularni yeyman. Ish qilishim kerak-ku, ish poylab turadi meni. To'g'rimi? Birinchi bo'lib ovqatlanib olishim kerak. Mana qaranglar, juda ham zo'r steyklar, juda ham shirin steyklar, lekin bu steyklarga nimadir yetishmayapti do'stlar. Nimadir quruq lekin bu steyklar mana bo'ldi. Oltita boshimdan yetsa kerak уже do'stlar. Bo'ldi. Bunga hozir nimadir yetishmayapti. Ichki limonadmi yetishmayapti. O'shani hozir olib kelmoqchiman do'stlar. Keyin mazza qilib yeyman, keyin ishga ham chiqsam bo'ladi. Xo'p, nima bor ekan limonad qilishga? Hech narsam yo'q lekin do'stlar. Voy, rostdan ham limonad qilishga hech narsam yo'q. Sotib olishingiz juda ham ko'payib ketadi. Ha, bizda qishloqqa bor-ku oshpaz, balkim o'shandan so'rab turarman, sotib olarman. Qani borlikchi o'sha oshpazga, anetta edi qishloq oshpaz. Hozir o'shani uyiga boraman, so'rab ko'raman, nimadir limonadmi, balkim bilmadim, napitikmi, ichimlik qanaqadir muzdekkina. Tuk-tuk. Oy, bormisan uyda oshpaz? Oshpaz uyda bormisan? Uyda yo'q ko'ryapti lekin. Ha, mayli. Qaranglar oshpazlikni oltiran nimadir qotgan. Wow, namuncha zo'r hid kelyapti uydan. Hamma momenta turardi, ichimliklar. Hozir tushib ko'ramiz, keyin unga pulni tashab ketaman. Wow, mana buni qaranglar, ko'pligini. Wow, qaysini olsamkin? No bilanman, yetishmayman hozir. Xo'p, bunaqa limonadli ichaman. Qaysini olsam ekan? Malinalimi olsam yoki bunaqa yashil tarxun olsam ekan? Ha, yo'q, achchiq bo'ladi-ku. Men bo'lmasam, mana mashina olaman, o'rtadagini olaman. Xo'p, mana bu damlama deb yozilgan adir limonad, lekin bu o'ylashmasam mayli ketdi bo'lmasam tezroq ichib yegim kelyapti steyklarimni. Voy, davay bo'lsa yomon chanqab ketdimi, davay. Voy do'stlar, mazza qildim lekin endi steyk davay. Voy do'stlar, mazza qildim lekin namuncha zo'r bo'ldi. Juda ham mazza qildim. Bitta ikkita yevordim, bitta ikkita tiqvordim do'stlar. Mazza qildim lekin mayli, endi ishlashim kerak. Hozir qornimni to'ydirib qo'ysam bo'lmaydi. Keyin ishlashga qolmaydi. Chunki uxlayman, men qornim to'yib ketsa, to'g'rimi do'stlar? Sizlar ham qorningiz to'ysa uxlaydimi? Ay, qornim nimagadir qornim olib ketdi. Ay, mayli ishlashim kerak men. Agar hozir ishlamasam, yotib olsam, keyin meni bo'shatib yuborishadi. Ay, yo'q, to'xtanglar. Ay, qornim yomon o'tdi lekin qornim nima bo'ldi? Qornimga bunaqa bo'lmas edi, lekin ikkitagina tiqorganim shunaqa bo'lganmikan, sirazi ovqat yemagan. Mayli, suv ichib olingchi, suv ichib olsam balkim yaxshi bo'lar. Davaymiz. Voy, ana bo'ldi. 20 ta steyk yesam bunaqa bo'lmas edi, bilmadim. Yo'q, hali ham to'xtamadi do'stlar. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Ay, qornim yomon og'riyapti, lekin qornim nima qilsa bo'larkin? Ay, qornim mayli uyga kirib chiqaycha tezroq. Mana bo'ldi, ishimni ham qilib bo'ldim. Voy, mana mayli uyga kirib yotaman endi. Oshpaz uyi kelibdi. Hozir oshpaz uyiga borib kelaman. Hozir izimni o'tirib olay. Oshpaz uyiga kelibdi. Hozir ikkita etarab balkim. Voy, qornim bo'tdi. So'richi oshpazdan qanaqa bu limonad ekan o'zi. Tushunmadim. Qo'lim qani meni? Voy do'stlar, qo'lim qani? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Nima? Tushunmadim. Nimaga men qishloq bo'lib qoldim? Men kompotman, to'g'ri, men kompotman, qishloq emas. Nima qishloq bo'lib qoldim? Tushunmadim. Oshpaz hozir so'raymiz-da, hozir ana qishloqdan. Lekin men ham qishloq bo'lib qoldim. Nimaga? Qishloqqa uzr, meni podvolingdan sani limonad olib turdim ichga, hozir senga ikkita izimni olib keldim. Men limonad olganimga sendan. Qishloqqa nimaga bunaqa qilasan? Men qishloq emasman. Men axir kompotman-ku. Nimagadir men seni limonadingni ichib shunaqa bo'lib qoldimi? Bilmadim, nimaga bunaqa bo'lib qoldi o'zi. Kompot, sen kompot bo'lsang qishloq olib qolding. To'xta. Sen limonad olding, to'g'rimi? Ha, limonad oldim. Nimaga bunaqa bo'lib qoldim? Tushuntirib ber, iltimos. Kompot, iltimos, faqat o'rtadagi damlamani olmadim degan, shu o'rtadagi damlamani. Ha, o'rtadagi damlama, ha, adashmasam o'shani ichuvdim men, ha. O'rtadagi damlamasi yo'q
qarang qanaqadir. Voy kapot, nimaga bunaqa qilasan? Berdi, ruxsatsiz ichasan. Nima bo'ldi? Tushuntirib ber. Tushuna olmayapman. Mana nima qilyapti o'zi? Kapot, katta kompaniya menga to'yda shunaqa damlama qilib berganda, men qishloqqa mutant bo'ladigan. O'shaning uchun men shunaqa damlama qilib berdim. Ular kuchli bo'lish uchun, ishlash uchun yaxshilab, bu damlama qishloq qilib, keyin qishloqdan keyin mutant qiladi. Nima mutant qiladi? Qishloq mutant bo'laman menda. Ha, tezroq bo'lish kerak kapot, tezroq ancha damlama qilish kerak. Xo'p, bunga nima kerak ekan? Kapot, menga o'rmondan qizil qo'ziqori, jigarrang qo'ziqori, keyin ob-havo rangli gul olib kelib bersa bo'ldi menga. Ancha damlama qilib beraman. Sen kapot bo'lib qolasan, tezroq bo'l, mutant bo'lib qolasan kapot, mutant bo'lasan. Nima? Rostdan mutant bo'lamanmi? Hozir bo'lmasa olib kelaman. Voy, nimaga ichdim men o'sha damlamani? Ha, kapot, katta kompaniya qilib beradi buni. Bo'pti, tezroq olib kelib qoling. Hozir obbo do'stlar, meni ko'rdinglarmi? Voy, men o'rmonga borishim kerak endi. Hozir men qo'ziqorin olishim kerak, keyin gul olishim kerak. Shunaqa bo'lish yoqmayapti menga. Mutant deydimi? Voy, spetsial xususiy anaqa qilib beribdi. Katta kompaniyaga mayli qilish olaman. Katta kompaniya qilib beribdi. Mutant bo'ladigan damlama. Uni men ichib qo'yimman. Damlamani ichib qo'yimman, limonad emas. Mayli tezroq bo'lishim kerak. Nimaga ichdim? Kim menga nonni sotolida don kerak menga. Nima? Non dedim. Yo'q, men sotolmayman, Hozir senga nonimni sotaman. Qaqarasi menda non bor edimi? Berasan unonga. Izumrud beraman, agar menga non sotsang jurab kerak bo'lyapti don. Bo'ldi, izumrud. Voy, izumrud. Hozir beraman desanga. Hozir nonimni beraman. Tushunmadim. Nima bo'pti? Nima bo'ldi hozir? Nega men unaqa ucholmay izumrudga? To'xtanglar, men o'yinchiman, axir menga almas kerak. Voy, rostdan ham qishloqqa bo'lishib boshlayapman-u. Voy, obboy, izumrud emas, menga non berishim kerak edi. Voy, mayli, lafzimni qilaman, endi men unga non berishim kerak. Rostdan ham qishloqqa bo'lishib boshlayapman. Voy, mana senga non aytganimda, mana nechta kerak? 3 ta aytadimi? Ha, bo'ldi, mana senga 2 ta izumrud. Wow, yes, izumrud juda ham yoqadi. Menga izumrud tabriklasanglar bo'ladi do'stlar. Mana izumrud paydo bo'ldi. Nimaga xursand bo'lyapman? Nimaga qishloqqa bo'lishib boshlayapman? Qishloqlar izumrud yoqadi, qishloqlarga. Obbo, nimaga xursand bo'lyapman izumrudlarga? Oppa, mana qizil qo'ziqorinlar. Axir men o'yinchiman, menga almazlar kerak-ku. Obbo, o'zim ham qishloqqa bo'lishib boshlayapman, tezroq borishim kerak. Mayli 3 ta yetar, balkim qo'ziqorinlar mayli. Davay bo'lmasa jigarrang qo'ziqorin, mana jigarrang qo'ziqorin. Menga hozir ob-havo rangli gul kerak edi, adashmasam shunaqa dudi. Qishloqqa bo'lishib boshlayapman, tezroq bo'lish kerak. Mutant bo'lmasam bo'ldi, resh qilib. O'ytku axir mutant bo'lasan deb. Mayli, bu ob-havo rang emas, siyoh rang. Bor edi, nima qilsin, yozim nimaga do'stlar, nimaga men qishloq bo'lib qoldim, nimaga buni ichaman? Mayli, bo'lmasa men tezroq hozir gul olishim kerak. Nima? Mutantman. Nima bo'pti menga? Hamma yoqni buzib tashlayman hozir. Qani ketdi, namuncha yoqmayapti, mana barglar menga yoqmayapti, yashil rang. Barglar daraxtlar menga yoqmayapti. Buzgim kelyapti, mana buzgim kelyapti hamma narsani. Nima qo'ymsan, borgan qo'yib o'tdan asabimga tegayotsan. Hamma narsani buzaman endi. Namuncha menga buzish yoqyapti. Men bu qishloqni namuncha kichkina uychalar. Hozir bu uychalar yo'q bo'ladi endi. Mening qochlaring hozir ham yo'q bo'lasanlar. Men namuncha hoppa, ana bo'ldi. Uy ham yo'q bo'ldi, buzib tashladim. Qani endi ana oshpaz, hozir ko'rsatib qo'yaman. Bor yo'q, bor esonim buzgim kelyapti.
Xonani oshpaz endi o'g'an oshpaz. Hozir yo'q qilasan, sen yo'q qilaman. Kapot, iltimos, o'zingiz qo'lga olgin, kapot, iltimos. Yo, men senga hujum qilaman. Mana ol. Mamlichka, kapot, iltimos, mamlichka, senga hozir damla beraman. Nima bu? Tez yuradigan damlamami? Malish o'ynamiz tez yurolma endi. Yaxshi. Hozir ay boshim. Kapot, raqol, kapot. Nima bo'ldi? Qishloqqa yes. To'xta, men kompot, men yes qishloqqa. Bu men kompot, bu men ko'rahmat sen kattakon. Ha, bo'ldi kapot. Endi sen mutant qishloq emassan, kapotga aylanding. Ha, rahmat qishloqqa. Sen qildingmi buni? To'xta, men senga qo'ziqorlar qilib kelmadim. Qanaqa qilib qilding? Ha, o'zim oldim, kapot. Seni mutant bo'lganingni ko'rdim, keyin sendan yordam kutmadim. O'sha o'zim olib kelib qo'ziqor gullarni qilib seni kapot qildim yana. Voy, rahmat senga, lekin mutant bo'lganimda nima qilganimni ham tushunmadim. Bo'pti qishloqqa bora qolay, qanaqa kun bo'lib ketdi. Mutant bo'lganim nima qildim do'stlar, tushunmayapman, lekin mutant bo'lganimni shuni tushundim. O'zimni boshqara olmadim-ne. Nimaga o'sha limonad, limonad emas, damlama ekan u. Nimagacha meni mayli, biron narsasini endi ruxsatsiz temayman. Nima qilganimni ham tushunmadim, lekin mutant bo'lganda tushunarli kimdir o'yinni tuzatib berish kerak ekan endi. Bo'pti do'stlar, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugun men qishloq mutant bo'lib qo'yman, bitta damlamani ichib. Yaxshi-yu, men kompot bo'lib qoldim endi. Kompot bo'lishi menga yoqadi. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarni kuzatishga davom eting. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.